Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Tasavvuf darslaridan birodarlar, nafs tarbiyasi, nafsni poklash darslaridan g'ariblar manzilatini o'qiyotgan edik, davom etamiz. Avvalgi 3 ta darsimizda g'ariblar haqida aytilgan hadislardan bir qanchalarni o'qidik. Birinchi hadisimizda payg'ambarimiz aytdilar, din g'ariblik bilan boshlangan, yana g'ariblikka qaytadi. G'ariblarga tavbo bo'lsin, ya'ni jannat bo'lsin. U g'ariblar kimlar? Odamlar buzilganda isloh qiladi, Allohning dinida talashib tortishmaydi, hamda ahli qibla bo'lgan biron bir odamni kofirga chiqarmaydi. Agar jamiyatda hayo, iffat, qo'rquv, taqvo, poklik, mas'uliyat degan tushunchalar yo'q bo'lsa, agar odamlar Allohni tanishmasa, shariat hukmi bilan yurmasa, Allohning diniga beparvo bo'ladigan bo'lsa, Alloh ham bunaqa bandalarni o'zini holiga tashlab qo'yadi. Kechagi darsimizda aytdik, kechasi 1da, 2da odamlar 1 kilometr o'chirib turibdi. Nimaga? Go'sht kelar ekan ertaman shu magazinga. O'sha yurtda go'sht yo'q. Nima uchun go'sht yo'q? Chunki zino ko'p edi. Allohning hukmiga beparvo bo'ldi ular, Alloh ham ularga beparvo bo'ldi. Allohning hukmlari bu insonlarga qadr qiymati bo'lmadi, bu insonlarning ham Alloh taologa qadri bo'lmadi. Alloh ularni o'zini holiga tashlab qo'ydi. Agar ayollarning go'shti shunaqa arzon bo'lib, zino ko'p bo'ladigan bo'lsa, chorvalarning go'shtlari qimmatli edi. Agar odamlarning orasida hayo suvi ko'tarilsa, odamlarning yuzidan hayo suvi ko'tarilsa, ular uchun samo suvi kamayib ketadi. Bu qonun. Bu qonun. Shuning uchun haqiqiy ulug'vorlik nimada? Ana shu haqda turgan, sobit turgan ozchilik bilan birga bo'lishlikda. Ko'pchilik bilan bo'lishlikda emas. Allohning azobidan qutulishligimiz faqatgina mana shu Allohning dinini mahkam ushlagan ozchilik bilan birga bo'lganimizda bo'ladi. Albatta, bir joy bilan boshqa bir joyning farqi bor. Masalan, bir joyda g'arib bo'lsang, bir joyda g'arib bo'lmaysan. Masalan, biz yurtlarimizda alhamdulillah masjidlar serob, namozxonlar ko'p, solih insonlar ham shunday ziyoda, dinini ushlagan odamlar bor, rahm shafqat, iymon, e'tiqod. Bizda g'arib bo'lmaysiz. Ammo ana shu bir kufr mamlakatlariga, g'ayri dinlarning yurtlariga borsangiz-chi, zino qadamingizda harom yeydigan, harom ichiladigan ichimliklar, haromiyatlar serob. Ma'siyatga qadam qo'yishda hamma imkoniyati bor. Demak, bir joyda g'arib bo'lasiz, bir joyda yo'q. Bir qavm orasida g'arib bo'lasiz, boshqasida yo'q. Bir toifa orasida g'arib bo'lasiz, boshqasida yo'q. Demak, o'rtada tafovut bor. Alloh taoloning haqiqiy taqvodor bo'lgan bandalari faqat Allohning o'ziga suyanadi va faqatgina Muhammad alayhisalomni o'zlariga ibrat deb biladi. Bunaqa odamlarni ko'rgan ko'pchilik dinni mahkam ushlagan Muhammad alayhisalomni o'ziga ibrat deb bilgan ozchilikni ko'rganda, boyaga ko'pchilik fosiqlar nima deydi? Adashgan, yo'ldan chiqqanlar deydi. Aslida kim adashgan? Aslida kim yo'ldan chiqqan? Bu ana shu g'ariblarni holini ko'rib hayotda qiylangan, bularda bir hayotida xotirjamlik yo'q deb o'ylayapti bu dindan uzoqlar. O'zi aslida xotirjamlik ularda yo'q. Chunki Alloh taolo aytadi, astagfirullah, "Faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka." Ko'pchilik zalolatda yurgan ko'pchilik iymon e'tiqodda ushlagan ozchilikni ko'rib turib achinadi, bechoralar deydi. O'zi aslida ularga achinilish kerak. Alloh taolo aytayapti Qur'onda, kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas unga tanglik hayoti beriladi. Allohning zikridan uzoq bo'lgan odamning hayoti tang bo'ladi. Bu Allohning va'dasi. U puli bormi, yo'qmi muhim emas. Sog'mi, kasalmi muhim emas. Osiyodami, Yevropadami farqi yo'q. Allohning dinidan yuz o'girgan odamning hayoti tang bo'ladi. Lekin bu g'ofillar dinni mahkam ushlagan ozchilik, g'ariblarni ko'rib achinadi, bechoralar, qiylanyapti bular deydi.
Ana shu ko'pchilik qo'rquvda, xavotirda turganida bu g'ariblar tamomiy sakinatda, xotirjamlikda bo'ladi. Boshqalar nah-navodi ko'tarilib ketishidan qo'rqib, ocharchilikdan, kambag'alchilikdan siqilib, bo'g'ilib, insult bo'lib turgan paytda haqiqiy mo'min xotirjam turadi. Haqiqiy mo'min ustiga o'lim kelganda ham xotirjam turadi. Nima uchun? Astagfirullah. Va la in muttum aw qutiltum la ilallohi tuhsharun. Qasam, agar o'lsangiz ham, o'ldirilsangiz ham albatta Alloh huzuriga to'planacaksiniz. Ha, o'lsangiz ham, o'ldirilsangiz ham qayerga borasiz? Allohning oldiga borasizmi? Alal oqibat shu yermi? Boriladigan joyning oxirgisi? Kim oldida jamlanamiz? Allohning huzurida. Mo'min kishini hayoti ana shu o'limga tayyorgarlik. Bugun kelsa bismillah deb ketaveradi. Chunki hayotdan maqsadi, hayotdagi asosiy maqsadi Alloh taologa ro'baro bo'ladigan kunga tayyorgarlik edi. Astagfirullah. Va la in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratun minallohi va rahmatun khayrun mimma yajma'un. Qasamki, agar Alloh yo'lida o'ldirilsangiz yoki o'lsangizlar, albatta Alloh tomonidan bo'lg'usi mag'firat va rahmat ular, ya'ni munofiqlar, kofirlar to'plagan dunyodan yaxshiroqdir. Oxiratda mo'minga nima deyiladi? Qila dukhulil janna. Qila dukhulil janna. Jannatga kir deyiladi. U nima deydi? Ya layta qawmi ya'lamun. Qaniydi meni qavmim bilgan deydi. Nimani? Bima g'afara li robbi va ja'alani minal mukramin. Robbim meni mag'firat qilib, mukramin, hurmat qilingan bandalar qatoriga qo'shganligini. Yana qaytarib aytamiz. Allohni tanigan, dinini mahkam ushlagan ozchilikni ko'rib turib, bu yoqdagi ko'pchilik fosiqlar achinadi. Bechoralar hayotda bir yaxshi kun ko'rmayapti. Yoshligida o'ynab qolmayapti. O'ranib, churkanib yuribdi, namoz o'qiyapti. O'zi aslida bularga achiniladi. Ana shu hammamizni boshimizda haq bo'lgan o'lim kelgan paytda kimni holat xotirjamroq bo'ladi? Ana shu g'ariblarni. Ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li robbi va ja'alani minal mukramin. Mana shunda deyishlik hammamizga nasib qilsin. Meni Parvardigorim mag'firat qilganini va meni izzat ikromli kishilardan qilganini bilsalar edi. Odam bolasi borki, hayotni yaxshi ko'radi. Dinini mahkam ushlagan, boamal, taqvodor yosh yigit. Bir kasal yetdida to'satdan endi bir musibat bo'ldi. O'limi yaqinlashib qolganligini xabarini eshitdi. Uni holi qanaqa bo'ladi? Jazavaga tushadimi? Qo'rqadimi? Uzoqroq yashashni bir harakatida bo'lib qoladimi? Ha, birodarlar, musulmon odamning umri uzun bo'lgani yaxshi. Payg'ambarimiz aytganlar, "Xayrukum man tola umruhu va hasuna amaluhu." Sizlarda oralarda yaxshilaringlar umri uzoq bo'lib, amali chiroyli bo'lganlari. Musulmon odamning umri uzun bo'lsa, amali chiroyli bo'lsa zo'r. Endi taqdir. Vaqt soat kelib qolgan bo'lsa, taqdir yozilgan bo'lsa, ajal yaqinlashib qolgan bo'lsa-chi? Nima qiladi? Jazavaga tushadimi? Yo'q. Bu g'arib yigit, dinini ushlagan g'arib yigit shu kunga tayyorgarlik ko'rgan edi. Umri tayyorgarlikdan iborat edi. Bugunmi, ertami bu o'lim nima bo'lardi? Baribir kelar edi. Jazavaga tushmaydi. Baqir-chaqir qilmaydi. Hamma o'ladi. Hamma Allohning oldiga boradi. Aniq biladi buni. Shuning uchun xotirjam. Shuning uchun haqiqiy g'arib mo'min banda odamlar o'ylagandek vahshatda, qo'rquvda yashamaydi. Aksincha uni qalbida nima bor? Xotirjamlik bor. Ko'p odamlar unga adovat qilsa ham, dushmanlik qilsa ham mayli, chunki Allohga iymon keltirgan valilardan bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kam min ash'atha aghbara zi timrayni la yu'ba'u lahu law aqsama alallohi la abarra." Sochlari taroq demaganidan paxmayib ketgan, chang to'zon yuzini rangini o'zgartirib yuborgan, yudagan kiyim kiygan qancha odam borki, unga hech kim e'tibor bermaydi, ammo shu odam Allohning valilaridan bo'lib qolgan. O'zi ham bilmaydi kerak bo'lsa.